Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga stollarimiz bir qator Purran va Monika fasondagi stolimizni ko'rsatib o'taman. Purran fasondagi stolimizdan boshlaymiz. Mana shu ko'rib turganlaring 12 talik bo'ladi. Stollarga ahamiyat berasizlar. Akvarelli qilib ishlaganmiz, o'ta chiroyli chiqdi. Oyoqlari simol oyoqda bo'ladi. Ularning materiallari yong'oqdan 100% yong'oqdan bo'ladi. E'tibor berasizlar. Tugmacha fasonda o'ta chiroyli qilib ishlangan. O'tiradigan yerlari ham kengina bo'ladi. Arqa tomonlari ham o'ta chiroyli qilib ishlangan. Mana shu polni komplekt 12 talik hamma yo'q ichida. O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga dastavka ham mutlaqo bepul. 12 million so'mga yetkazib beramiz. Uni xohlaganlarga razmerini uzunroq 24 talik, 18 talik qilib aylansa berishimiz mumkin. Bu tomonda mana Monika fasondagi stollarimiz. Ular ham o'ta chiroyli chiqqan. E'tibor berasizlar, bular ham 100% yong'oqdan ishlangan bo'ladi. Naqshlari ham o'ziga mos o'ta chiroyli qilib ishlangan. Bu yerda ham 12 talik. Uni stol akvarelli emas, ana stollari ham MDFdan bo'ladi. Bu yerda 12 talik. 12 taligining narxi 9 million 900 ming so'm. O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga dastavka mutlaqo bepul. Uni ham xohlaganlarga razmerini 18 talik, 24 talik qilib ham yasab berishimiz mumkin. Pastga Telegram silkalarimizni qo'yib qo'yamiz. Telegramga o'tib ko'rsalaring bo'ladi. Undan tashqari spalni komplekt, yumshoq mebellar ham bor. Har xil mebellar bor. Kimga qanaqa mebellar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Pastga Telegramni silkalarni qo'yib qo'yaman. Telefon nomerlari ekranda bo'ladi. Aloqaga chiqib zakaz berishingiz mumkin. Chiroyli qilib yetkazdirib beramiz.